Assalomu alaykum Ferozbek aka. Assalomu alaykum. Ko'rdik. Nasılsınızlar? Parranda yem zavodi bilan necha yildan beri hamkorlik faoliyatini yuritib kelmoqdasiz? Ochilgandan beri hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Qanday natijalarga erishdingiz? Yemi yaxshi, sifati zo'r, jujalar yaxshi ina. Hamma narsasi a'lo, hamma narsa yemni o'z vaqtida yetkazib berishadi. Muammo yo'q, sifatidan ham gap yo'q. Qo'shko'pir parranda yem zavodidan hamkorlikdan oldin natijalar qanaqa edi? Tovuq mahsulotlarini, yem mahsulotlarini qayerdan olardingiz? Endi Qo'shko'pir parranda bilan shartnoma qilishdan oldin sal qiynalardik. Yem temasida, masalasida. Hamma narsasi chetdan keladi, boshqa viloyatdan keladi. Hozir Xudoga shukr shu Qo'shko'pir parranda bilan shartnoma qilib turibmiz. Yemlar o'z vaqtida yetib turibdi. Muammo yo'q. Yurtboshimizni sharofati bilan, qolaversa viloyat hokimimizning tashabbusi bilan tadbirkorlarga ham sharoit yaratilib turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana baliqchilik fermer xo'jaligimizda Qo'shko'pir parranda yem-xashak mahsulotlarini baliqchilik yo'nalishi bo'yicha baliqlarimizga yem berib turibmiz. Baliqlarimiz o'njayishi yaxshi, rivojlanishi. Buning uchun prezidentimizga, viloyat hokimiga, Qo'shko'pir parranda rahbarlariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Yem-xashaklarni o'z vaqtida dastlabki yetib yetkazib berib turibdilar. Ming rahmat. Qo'shko'pir parranda mahsulotlarini barcha yurtdoshlarimizga tavsiya qilaman. Sifati yaxshi, o'sishi yaxshi, baliqlarimiz yaxshi rivojlanmoqda. Qo'shko'pir parranda bilan xudo xolasa ishlab kelyapmiz. Shartnoma asosida xudoga shukr, yemini shartnoma asosida, jujasini shartnoma asosida berib turibdi. Xudoga shukr. Natijalar qanaqa bo'lmoqda? Sizni qoniqtirmoqdami? Xudo xolasa qoniqtirmoqda, hammasi yetarli, qoniqtirmoqda, xudoga shukr. Bu joyingizga qancha jo'ja ketadi? Bu joyimizga masalan 10 mingta juja sig'adi. Shuni bizlar 25-30 kunda xudo xolasa yetishtirib beryapmiz. 25-30 kunda xalqqa mahsulot yetishtirib beryapmiz. Yurtboshimizga ham katta rahmat. Mana shunday sharoitlarni yaratib qo'ygani uchun katta rahmat yurtboshimizga ham, hammasiga rahmat. Qo'shko'pir parrandaga ham rahmat. Masalan, viloyat hokimiga ham rahmat. Mana shunday sharoitlarni yaratib qo'ydi bizga. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Biz mana Qo'shko'pir parranda yem zavodi bilan hamkorlikda ishlab turibmiz. Qo'ylarga, mollarga yem olib turibmiz. Bu yemlari juda ham sifatli ekan. Mollarning sutini ko'paytirib turibdi. Buni tashkillashtirib bergan yurtboshimizga, viloyat hokimligini katta tashakkur bildiramiz. Ishlarni rivojlantiramiz, bularning hammasini. Yemlarning sifatlari yaxshi, vaqtida yetkazib berib turibdilar. Shartnoma asosida olib turibmiz. Bizlar Qo'shko'pir parranda yem zavodi bilan hamkorlikda juja vaqt turibmiz. Yemlarning sifati zo'r, shartnoma asosida ishlashib turibmiz. Yemlari o'z vaqtida keladi. Prezidentimizga rahmat, viloyat hokimiga rahmat. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab turibdilar. Qo'shko'pir parranda zo'r.
joyda nechta chorva mollari bor sizda? 70 bosh chorva mollari 70 bor. chorva bor. Qo'shko'pir parranda yem zavodining yemlarini sigirlaringizga yedirganingizdan keyin qanday natijalarga erishdingiz? Juda katta natijalari bo'ldi. Sut ko'payib ketdi. 20-25 litr sut olib turibmiz. Qo'shko'pir parranda. Rahmat Qo'shko'pir parranda. Rahmat prezidentimizga, hokimimizga, viloyat hokimimizga shuncha molli bo'ldik. Kreditlarimizni ham to'lab bo'ldik. Hozir sut topshirib turibmiz. Yaxshi hamma narsa. Ilohim bunday tadbirkorlik bardavom bo'lsin deymiz. Qo'shko'pir parranda bilan ishlash turibmiz. Yana 2 yil bo'lyapti. Xudo xolasa daromadga girdik. Yemlarni, jujalarni o'z vaqtida yetirib turibdilar. Shu jujalarni ham sotgandan keyin yetirib turibmiz pulini. O'z vaqtida prezidentimiz ham katta rahmat, shu viloyat hokimiga ham katta rahmat. Qo'shko'pir parrandadan ham shu rahbariyatiga ham katta rahmat. Bu ish zo'r. Qo'shko'pir parranda. Qo'shko'pir parranda bilan 2 yildan beri ishlayapmiz. Shartnoma asosida jujalarni, yemlarni o'z vaqtida olib kelishyapti. Qo'shko'pir parranda yem mahsulotlari ancha sifatli. Mana jujalarni so'yib topshirguncha ular bizlarga hech qanday pul so'rashmaydi. Shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga, viloyat hokimiga, Qo'shko'pir parrandaga rahmat. Qo'shko'pir parranda bilan shu ishlash turganimizda 2 yil bo'ldi, xudo xolasa. Hozir Qo'shko'pir parranda juja yem mahsulotlarini muddat asosida shu ustamasi yetkazib berib turibdilar. Shu jujalarimiz, go'shtlarimiz yetilib bo'lgandan keyin ularni ham olib viloyat bo'yicha tarqatib turibdilar. Prezidentimizga ham rahmat, viloyat hokimligiga ham rahmat, Qo'shko'pir parrandaga ham rahmat. Faoliyatimizni ham xudo xolasa yana kengaytirib boshladik, nasib etsa. Shu yilning hisobida 100 ming boshqa chiqish niyatimiz bor. 2025-yilda. Rahmat. Qo'shko'pir parranda bilan shu 1,5 yil bo'ldi ishlash turibmiz. Shartnoma asosida. Jujani, yemni yetirib berib turibdilar. Tayyor so'yib, keyin pulini hisoblashib beramiz. Prezidentimizga, hokimimizga, viloyat hokimlariga rahmat. Sharoitlarga yaratib berib turgani uchun. Sizlar ham shu Qo'shko'pir parranda bilan ishlashni taklif qilamiz. Qo'shko'pir parranda zo'r.